Ko'rgan bo'lsalaring, mana yam-yashil bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsalaring, xuddi shuni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu nimalarga foyda? Do'stlar, Vitram. Nomni ham o'zim o'ylab topdim. Bug'doy maysasini 4 kunligidan o'rib, uni quritilgani. Bu nimalarga foyda? Ko'rgan bo'lsalaring, mana yam-yashil bo'ladi. Mana ko'rgan bo'lsalaring, xuddi shuni iste'mol qiladigan bo'lsangiz, bu nimalarga foyda? Aynan ayollar uchun kista, myoma kasalligi borlar. Birinchisi. Ikkinchisi, onkologik kasallik borlar, saraton kasallik borlarga ham oldini olishga juda ham yaxshi yordam beradi. Uchinchisi, eng ajoyibi, ozishingizga, teringizga juda ham foydasi yaxshi. Hozirgi terida muammosi bo'lib, psoriaz, vitiligo, oq dola toshib ketgan, qanday qilib terimni tiklasam bo'ladi deydi. Aynan shu Fit Crestdan olingan Vitram parashokimiz sizga teringizni qayta tiklashga, ozishingizga va kista, myomalar, organizm tozalash uchun detoks, ham birinchidan detoks, ham vitaminga boy mahsulot hisoblanadi. Milliy brend. Ushbu mahsulotimiz hozir chegirma narxlarda ketyapti. Podrob tugmasini olib bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Zakaz qilsangiz uyingizga bepul yetkazib beramiz.